Do'stlar, sizlar ham vashchi xushyor bo'linglar. Hozir biz keldik. Soat mana 10 minut o'tdi. Kechqurun bo'ldi. Mana mashinasini ham chetda ekan. Ketdi, yur tush tezroq. Eng qizig'i mana uyigacha topib oldik. Ahamiyat bersalar $350 narsani skidga qo'yib yuborishibdi ekan. Bu nima desalar, mana uyimizga kiryapmiz. Akani ya'ni uyda egasi yo'q ekan. Eng qizig'i mana shu oshxona mebelimiz bu yog'i 4 metr, bu yog'i bo'lsa do'stlar 2 metr bo'ladi. $350 narsani nima skidga qilish desalar, ya'ni mana bu yerda do'stlar mo'ykasi, sushilkasi, mexanizmi, undan tashqari do'stlar ahamiyat bersalar, o'ynaklargacha cho'tki qilib skidkalar qo'yib yuborishibdi. Undan tashqari manetlarni ochadigan bo'lsalar, ya'ni vakuumli bo'ladi. Shularni agar 5 metrdan yuqoriga zakaz beradigan bo'lsalar, shularni bonus qilib berishadi. Eng qizig'i bir bagona metri atiga 3.200.000 so'mga tayyor bo'lgan ekan bu oshxona mebelimiz. Общий turishi 19.200.000 so'm ekan. Eng qizig'i bu narxlar ichida vodiy bo'ladi, dastlabki ustanovka mutlaqo bepul, qolgan joylarga albatta kelishilgan holatda.